Yusuf payg'ambarga Allohning salomi bo'lsin. Allohning salomi uning elchisiga bo'lsin. Nima qilyapsan? Otamga atab maktub yozdim. Men bu maktubni Putifardan otamga yuborishni iltimos qilmoqchiman. Tirikligim haqida boxabar bo'lsin. Yo'q, Yusuf. Hali buni vaqti kelmadi. Sen va otang Yoqub payg'ambar bu ayriliqqa bardosh qilishingiz lozim. Sababini so'rasam bo'ladimi? Sabablari bir qancha. Ulardan biri akalaringdir. Bilaman, Yusuf. Akalaringga zarar yetkazishni istamaysan. Shundaymi? Otam buni bilib qolsa, ularni badduo qiladilar. Otamning qarg'ishi ularning hayotini ostin-ustun qiladi. Yo'q. Yo'q. Akalarimga ziyon yetishini xohlamayman. Ya marhaba.